Kino olamining eng yorqin kechalaridan biri Blue Dragon Film Awards ga xush kelibsiz. Har yili Koreya kinosining eng kuchli aktyorlari, eng ta'sirli filmlari va eng ijodiy jamoalar shu sahnada jamlanadi. Bu yil esa mukofotlar haqiqiy sensatsiyaga aylandi. Eng yaxshi film Metod Исключения, eng yaxshi rejissyor Park Chan-wook Metod Исключения filmi uchun yaratgan kuchli dramatik uslubi va badiiy yondashuvi uchun. Eng yaxshi aktyor Hubin Harbin filmidagi tarixiy qahramon Jungyo obrazini chuqur va ta'sirli talqin qilgani uchun. Eng yaxshi aktrisa Son Ye-jin Metod Исключения filmida asosiy ayol qahramon turmush o'rtog'ining ruhiy kurashi va oilaviy dramatik holatlarini nihoyatda real aks ettirgani uchun. Blue Dragon bu shunchaki mukofot emas, bu ijod, mehnat va yildan yilga o'sib borayotgan koreys kinosining eng oliy darajada tan olishi. Sizningcha bu filmlar orasida eng munosibi kim edi yoki sizning sevimli aktyoringiz boshqa rolda porlaganmi? Izohlarda yozib qoldiring, obuna bo'lishni unutmang.